Bugun Transatlantik mehmonxonasini ko'rib chiqamiz. Transatlantik mehmonxonasi Antalya provinsiyasining Kemer tumani Go'ynik shaharchasida joylashgan ikkinchi liniya hotel. Lekin shu Go'ynikdagi eng chiroyli va eng zamonaviy luxury mehmonxona hisoblanadi. 5 yulduz. Bu mehmonxona ultra all inclusive, ya'ni ultra hamma narsasi ichida toifasidagi mehmonxona. Ya'ni 24 ga 7 ishlaydigan 3 ta restorani bor. 3 ta emas, bitta 24 ga 7 ishlaydigan restoran. Buyerda reception va 3 ta oddiy ertalab, obed, kechqurungi yemeklarni tayyorlaydigan restoran. Foya juda chiroyli. Bu yerda qanaqa shikoyatlar bo'lsa, shikoyatlarni bu yerda qilinadi. Bu tomon tur agentstralarining o'rindiqlari, bu yerda har xil turlarni gaplashsa bo'ladi. Umuman olganda Transatlantikda barlari juda chiroyli va hamma narsasi bor. Bu yerda bitta bar, tashqarida 3 ta bar bor. Jami tashqarida 4 ta bar bor, jami 5 ta bar. Hovli qismida juda ham katta bo'lgan basseyn bor. Eng qiziqarli tomoni, bu basseyn 40 cm va bolalar uchun mo'ljallangan. Darhaqiqat bu yerda oilaviy keladiganlar juda ko'p, ya'ni bola-chalari bilan oilaviy keladiganlar ko'p. O'shaning uchun ham bunday attraksionlar mavjud. Tabiat juda zo'r. Tog', bu tomonda dengiz. Qiziq faktlardan biri, bu mehmonxonada turgan odam hech qachon zerikmaydi. Sababiki mehmonxonada ertalab 9 dan kechki 6 ga qadar har bir soatda turli xil aktivitelar bor, ya'ni mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu yer mashg'ulot o'tkazilish joyi basseynni o'zida soat 9 dan 10 gacha ertalabki basseyn gimnastikasi bo'ladi. Mana bu kichkina sahnachada 10 dan 11 ga qadar yoga bilan ayollar gimnastikasi. Xo'p, 11 da esa dart, ya'ni mo'ljalga uradigan nayzachalar musobaqasi o'tkaziladi. Bu yerda shunday restoran borki, u yerga reservation, ya'ni oldindan buyurtma qilgan holatda kishi boshiga 10 yevrodan to'lab kiriladi. Bu Filika restorani. Keyingisi Pacific restoran. Pacific restoran 24 ga 7 har doim ochiq ishlaydi. Hojatxonalar juda nozik masala. Ajoyib shakldagi eski zamonni eslatadigan hojatxonalar, lekin juda toza va ozoda ichki qismi. Bu esa attraksion akvapark. Bu ikkinchi barimiz. Xuddi bu yerda dart musobaqasi o'tkaziladi. Transatlantik, ya'ni Atlantika orqali degan nom o'zbek tiliga tarjima beradi. Kema shaklidagi ajoyib dizaynga ega bo'lgan mehmonxona. Mehmonxonaning yana bir xususiyatlaridan biri shuki, bu yerda oilaviy, ya'ni bola-chalar bilan
keladigan bo'lsa, detskiy plashatkalari bor. Bolalar uchun mini disko kechqurun soat 7 dan 8 ga qadar o'tkaziladi. Albatta treneri bilan. Ular hammasi trenerlari birma-bir o'rgatib, o'ynattirishadi. Va bu yerda voleybol maydoni. Voleybol. Bu yerda esa mushukchalar. Bu detskiy plashatka. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu ham kema shaklida qurilgan. Bu yerda muzqaymoq, turk muzqaymoqlari beriladi, tarqatiladi. Va bu kichkina mo'jazgina kafe, turk kafe. Ajoyib eski stilda qurilgan, zamonaviy xizmat ko'rsatishga ega. Bu yerdan chiqib amfiteatrga kiramiz. Amfiteatr ham juda kattagina. Va e'tibor berilgan bo'lsa, har bir burchaklarda, ya'ni har bir kerakli joyda hojatxonalar bor. Kaktus. Assalomu alaykum. Amfiteatr. Amfiteatrda kechqurunlari turli xil ko'ngilochar tadbirlar o'tkaziladi. Qanaqa tadbirlar? Mini disko shu yerda bo'ladi. Yana spektakllar, jonli musiqa, jonli konsert va qanaqadir teatrlar qo'yib beriladi kechqurunlari. Bu esa bar, 24 ga 7 ishlaydigan bar. Hech qachon endi mavsum tugaganda yopilmasa, unda boshqa paytlar yopilmaydi. Va yana bir narsa, bu yerda o'ng qo'l tomonda snack bar bor. Snack bar 12 dan 4 ga qadar, 15 dan 4 ga qadar ishlaydi. Men bu zo'r narsa ekan, kompir. Shaxsan menga yoqdi. Kartoshkani ichida pyure qilib kesib beradi, ustiga bir nimalar sepib beradi. Bu zona kechqurungi diskoteka, tungi klub. Shu yerda o'tkaziladi. Va bu bizning odatdagi restoranimiz. Ertalabki nonushta, tushlik va kechki taomlar mana shu yerda tortiq qilinadi. Ultra all inclusive, hamma narsasi juda ajoyib. Shunchaki juda ajoyib. Transatlantikni hamma yaxshi tomonlarini sanab o'tdik, lekin ba'zi bir tomonlari bor. Menga yoqmagan. Birinchisi, xonalarning o'ta luxury emasligida. Vaholanki bu mehmonxona luxury mehmonxona hisoblanadi va 5 yulduzli. Turkiyada 5 yulduzli mehmonxona o'ta zo'r degani, Sharm-el-Sheyxga qaraganda. To'g'ri, hamma narsalar bor xonada, lekin qanaqadir eski stilda qurilgan. Ikkinchi minus tomoni esa ikkinchi liniyada joylashganligi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri sohilga chiqish yo'q. Bu ham yaxshi tomoni 100 metr sohil bilan mehmonxonani oralig'i. Va bu normal holat deb hisoblayman. Sababi Sharm-el-Sheyxda biz birinchi liniyada bo'lganimiz bilan sohilga borish uchun 200 metr bosib o'tardik. Ichkarida supermarket va Yevro
yevroda hisob-kitob qilinadi. Turklar bayroqlarini sevishadi. Bu zonalarda Türk bardak choylari, kofe, an'anaviy turdagi va Pepsi, alkogolli ichimliklar hammasi shu yerda. Mehmonxonaga qisqa qilib aytganda 10 dan 8 baho beraman. 1-2 baho nimaga minus. Endi o'zgarish sabablari bor, lekin juda zo'r kimlar uchun, oilaviy keladiganlar uchun. Va eng yoqqan tomoni, bu yerga kelib olib, bu mehmonxonada turib, boshqa hech qanaqa ko'chaga chiqmasdan turib, juda mazza qilib, vaqtni shu darajada maksimum zavq olishga, ya'ni aktivitelarga sarflab, hech zerikmasdan prosta mazza qilib dam olib ketsa bo'ladi. Bizning xona 11:33.